Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Cisco Packet Driver'da WPA protokolini o'rnatib ko'ramiz. Hop, server, router va laptop kerak bo'ladi. Server bo'limiga o'tib, desktop bo'limida IP adres birinchi berib olamiz. IP adres 172.1.16.1.5 va buni subnet maskasini kiritib olamiz. Maskasini kiritib oldik va saqlanganligini tekshirish maqsadida kirib qaytib chiqib ko'ramiz. Va saqlanibdi. Servis bo'limida shu routerimizni nomini va IP manzilini kiritib olamiz. Va saqlaymiz. Endi routerimizni nomlab olamiz va parolni qo'yamiz. Saqlandi. DNCP kategoriyasida ham routerning IP manzillarini berib chiqamiz. Va saqlaymiz. Endi routerni sozlab olamiz. Router kabeliga IP adres beramiz. Yo'q, bu routerimiz ishlamadi. Boshqa router olib tekshirib ko'rishimiz kerak. Boshqa router oldik. Endi bu routerimizning ichiga kirib, config bo'limidan sozlab chiqamiz. LAN tarmog'i va yana IP adresimizni qaytib routerni kiritib olamiz. Subnet maskasi o'zi qo'yib qo'yilgan. Bu yerda ko'plab protokollar berilgan. Bular ichidan WPA protokolini tanlab oldik va IP adresimizni qaytib kiritib olamiz. Router 1. Bu yerda ham IP adresimiz o'zi avtomatik tarzda kiritildi. Va saqlab olamiz. Endi server va routerni bir-biriga kabel orqali ulaymiz. Endi xabar jo'natib ko'ramiz ishlayotganini tekshirish uchun. Bu ishlamadi. Ishlamaganning sababini ko'ramiz. Hammasi joyida. Mana xabar jo'natildi. Mana qaytib tekshirib olamiz. Mana ishladi. Ya'ni serverdan routerga xabar jo'natildi.
Endi laptopni ichini o'rnatib olamiz. PC virus ichiga kirib routerimizdan xabar 95% ga kelmoqda. Laptopning IP adresini kiritib olamiz. Subnet maskasi 255.255.00. Routerning ham IP adresini kiritib oldik. Web VPNni tanlab olamiz. Wi-Fi'mizning nomi va parolni o'rnatib olamiz. AESga o'tkazib qo'yamiz. Saqlab olamiz. So'z ishlayapti. Endi chiqib tekshirib ko'ramiz. Mana routerdan laptopga xabar jo'natildi. Ya'ni bir-biriga bog'landi Wi-Fi orqali. E'tiboringiz uchun rahmat.